Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytadilar, ummatimning umri 60 va 70 ning orasida deyapti. 70 yil yashang. Qabrda qancha qolamiz? Qaysi hayotimiz ko'p ekan? Qabrdagi hayot ko'p. Qabrda eshigi bitta bir marta ochiladi. Bir marta kiradi, bo'ldi, qiyomatda chiqadi. O'sha qabrdagi hayotga tayyorgarlikni hozirdan qilish kerak. Va hozirdan qilayotganda vaqtga mustahkam, mahkam bo'lish kerak. 82 yoshda o'tgan bo'lsa, lekin 80 yoshdan oshiq yashasa ham, hozir bizni kunimizda hisoblasangiz 1404 yildan beri Usmon roziyallohu anhu qabrda yotibdi. Bu bitta sahobani misolini oldik xolos. Biz ham hozir amallarni qilib, qancha amal qilsak ham baribir o'tib ketamiz, dunyoda qolib ketmaymiz. Alloh taoloning sunnati shu: kullu man fawqat turab fahuvat turab. Har bir tuproqning ustida yurgan u ham tuproq bir kun kelib yerda ostiga qo'yiladi. Ana u yerda